Hozir men ikkita bemorim yonimda turibdi. Bular bilan ozgina qiziqarli savol-javob shaklida, interaktiv shaklida telefon zararlari haqida ozgina suhbat qilamiz. Telefonni mana bugungi kunda ko'p bolachalarimiz telefon bilan egallashyapti, telefon o'ynayapti. Telefonni zararlari bor, masalan, hammamiz ham bilamiz. Lekin foydasi ham bor haqiqatda. Telefon bolalarimizni ongini o'stiryapti, boshqa bo'lyapti, lekin ba'zi bir shunaqa kontentlar chiqib qolyapti internetda, YouTube'da masalan, kattalar даже bu kontentlarni kattalar ko'rsa ham hijolat qiladi. Bolalar uchun chiqarilgan, lekin shu narsalar bor haqiqatda. Masalan, o'shanga masalan mani fikrim, qandoq cheklasak, bolalarimizni shu narsalardan cheklasak, bolalarimizni ishtobi kelajakda xulqi buzilmasin. Xo'p, birinchi navbatda ota-ona nima bo'lishi kerak? O'rnak bo'lishi kerak. Masalan, ota-ona o'rnak bo'lishi kerak. Bolaga ota-ona o'rnak bo'lsa, ota-ona telefonni kamroq ishlasa, bola ham kamroq ishlatadi. Masalan, o'zimda ham shunaqa, uyda qancha ko'p telefon ishlatsam, bolam ham ko'p telefon tutadi, ko'p telefon ishlatadi. Sizlarda ham shunaqa bo'lsa kerak masalan. Bundan tashqari yana meni fikrim shunaqaki, telefonga bir ma'lum bir vaqt belgilab qo'yishimiz kerak, cheklab qo'yishimiz kerak ma'lum bir vaqt. Keyin telefonni jazo yoki mukofot sifatida ishlamashimiz kerak menimcha. Ya'ni bunoq qilsang telefon beraman, bunoq qilmasang telefon bermayman, olib qo'ymayman desak, menimcha bolada battar haligi qiziqish uyg'onadi. Aslida ham yana yetib borish kerak. Bolaga telefon berib qo'yish o'zimiz uchun ham qulay, lekin bolaning sog'lig'ini o'ylab berib qo'yamiz rostdanmi? Haqiqatda. O'shaning uchun ya'ni bolaga bundan tashqari alternativalarni bersak, masalan, telefon o'rniga rasm chizib birga ishlasak bola bilan yoki interfaol o'yinlar o'ynasak, o'y sharoitida yoki bir qiziqarli bir narsa o'qib bersak, yoki tashqari chiqib bir futbol o'ynasak bolalarimiz bilan, qanaqadir harakatli o'yinlar o'ynasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bolalarimiz kelajakda biz bilan o'tkazgan emotsiyalarni eslab qoladi-ku. Masalan, biz ham emotsiyani eslab qolganmiz. Shu paytgacha ota-onamiz bilan o'tgan emotsiyalarimiz bor. O'shalarni eslab qolganmiz. Atak boshqa narsalar esimizdan chiqib ketgan. Nima ovqat yeganimiz esimizdan chiqib ketgan. Lekin ota-onamiz bilan qayerlarga borganimiz, ota-ona bizga qay darajada mehr bergan, qanaqa emotsiya bergan, bular biz esimizda qolgan. Shuning uchun biz, meni fikrim, tavsiyam o'sha shu narsani nima qilsakda, tashviq qilsakda, Xudo xolasa sog'lom, barkamol, aqlli avlod yetishtirsak. Xudo xolasa shunaqa qilsa yaxshi bo'lsa kerak. Nima deysizlar sizlar? To'g'rimi? To'g'ri. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir gapingiz bo'lsa gapiring. Yevrelarda shunaqa narsa bor ekan-da, mana o'shada Yahudiylarda, o'qimasa ham ishdan charchab kelsa kitob ochib o'tirar ekan. Keyin ularga bolaga kitob qiziqroq tuyular ekan. Masalan, bolaga hozir tanlash imkoniyati kitob o'qiysanmi yoki yur men bilan futbol o'ynaysanmi desangiz, albatta bola siz bilan futbol o'ynaydi. To'g'ri. Boshqa qiladigan ishi yo'qligi uchun uyda o'ynaydi. Demak, ko'proq kitob o'qib bersak yaxshiroq bo'ladi, ya'ni vaqt o'tkazsak, kitob o'qib bersak, birga vaqt o'tkazsak, umuman yosh bola bor joyga telefonni umuman kirmaslik kerak shu uyga. O'tiradigan общественный joyga telefonni umuman qo'ymay, tashqariga boshqa xonaga qo'yib kirish kerak. Bola asosiy narsa deb ko'rmaslik kerak. Shu ovqatlanayotganda yugurib telefonga yopishmaslik kerak. Telefonni ko'rmasa talashmaydi, ko'rsa talashadi. Yeydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.